do'zaxda azob davom etyapti. Va na'udzu billahi min zalik. Undan Allohdan panoh so'raymiz. Bir vaqt qarasalar do'zax ahli yonlaridagi biri ko'rinmay qoldi. Shunda ayna deykan, qani desa, huwa fil janna. U jannatga ketdi. Shunda hali do'zax ahli qanday qilib axir uni bir nima payg'ambar otasi bormidi, qarindoshi bormidi, aziz avliyo bir qarindoshi yaqini bormi? Nima bo'ldiki u do'zaxdan qutuldi desa, uni do'sti shafaat qildi derkan. Shunda haligi do'zax ahli yana ayyuhanno solarkan, qani endi bizga shafaatchilar min sadiqin hamim, qani bizni shafaat qiladigan mehribon do'stlar deb dod solishar ekan. Ana shu yerda ma'lum bo'ladiki, sodiq, mehribon do'st Alloh taolo unga shunday imkon, imtiyoz beradi, do'stini do'zaxdan olib chiqib keta oladi, birodarlar. Buning uchun